10 oktyabr Yaponiyaning Osaka şəhərində Uyg'urlarning navbatdagi ahvoliga şahid bo'lish va tunishini oshirish uchun pa'aliyat o'tkuzildi. Parlament a'zosi Maruyama Apandi va Yaponiya Uighur jamiyati tarafidan uyushtirilgan bu pa'aliyatga Yaponiya Avom palata a'zosi Nagoka Takashi, 12 yerlik parlament a'zosi va qo'shni shaharlarning shahar boshliqlari qatnashdi. Dünya Uighur qurultiyining Yaponiya vakili, Yaponiya Uighur jamiyatining faxriy raisi İlham Mahmud Yaponiyadagi tunji guvahliq berish yig'inining nihoyatda unumli bo'lganligini bayon qildi. Yaponiya Uighur jamiyatining raisi İlham Mahmuddan boshqa Abdukerim Abdurahman, muavin prezident Ahmed Latif va mudiriyat a'zosi Xalmurod Rozaxun yig'iniga qatnashdi. Ahmed Latif yig'inda Uyg'urlarning hozirgi ahvoli haqida alohida doklad berdi. Yig'inda yana Osakada yashaydigan 6 Uighur, ularning ota-onasi va Sharqi Turkistondagi tuqqanlari qatorliq rayonda yashaydigan 100 ta kishining shohidi bo'ldi. Türkiye Cumhuriyet Xalq Partiyasi muavin raisi ve partiya bayonotchisi Faik Öztürk, Hükümet ve Milletçi Hareket Partiyasining rahbari Bakçilining Uyg'urlar uchrayotgan zulmga sukut qilganligiga inkas qaytardi. Öztürk Hükümetnىڭ Xitayning Uyg'urlarga ziyonkashlik qilishiga sukut qilganligini tanqid qilib mundaq dedi. Bu apandilarning Xitay bilan biror xusumiyati bormi? Yo'q. Amaliyotda ular shundoq yaxshiki, ular va ularning hamrohi Bakçilimi Uyg'ur turklariga qilingan vahshiyliklarga qarshi tura olmaydi. Ular bu ziyonkashlikning oldini olishni xohlaydigan xalqaro maktubga imzo qo'yishdan qo'rqadi. Nurg'un musulmon davlatlari Xitoyning Uyg'urlarni bostirishiga sukut qilib kelayotgan bo'lsa-mu, g'arbdan sistemali qirg'inchilikqa qarshi yana bir qadam besildi. Germaniya, Amerika, Angliya va Fransiya, shundaqla Haiti, Monaco, Honduras qatorliq 39 davlat jazo lagerlariga majburiy qamalgan Uyg'urlarning qo'yib berilishini talab qildi. Lekin bu tizimlikda Albaniya, Bosniya va Hersegovinadan boshqa musulmon davlatning bo'lmasligi diqqat tortdi. Xitay tەيۋەنگەجاسۇسلۇق qilgan nurg'un kishilarni qo'lغائالغانلىقىنى va josuslik harakatini buzganligini xabar qildi. Tönögün Xitay Markaziy televiziya stansiyasi va boshqa taratqularda tەيۋەنگەجاسۇسلۇق qilayotgan nurg'un gumondorlarning qo'lga ilinganligi xabar qilingan. Xitay Markaziy televiziya stansiyasining xabarida aytilishicha, gumondorlarning biri Tayvanlik Li Mingju bo'lib, u Hong Kong chegarasidagi Shenzhen shahrida yarim harbiy holatdagi qonun ijro qiluvchi xodimlarni suratga tortgan. Programmada mahbus kiyimi kiydirilganligining iqror qilganligi ko'rsatilgan bo'lib, kechirim so'rayman. Men ilgari nurg'un nachar xato ishlarni qildim. Balkim vatanimga ziyon yetkazgan bo'lishim mumkin degan. Tayvan Xitoy ishlari kengashi bo'lsa, jasuslik ayblashini Xitoy tarafining siyosiy hayonkashligi deb tasvirladi. Kengash yana Li familiyalikning programmada so'zlangan qismni qonunsiz deb tanqid qildi. Kishilik huquq tashkilotlari va g'arb davlatlari bundan burun jinoyat gumondorlari sotlanishdan ilgari davlat televiziyasida jinoyatini iqror qilgan ko'rinishlarni tanqid qilgan. Wuhan virusining boshlanishi o'rni bo'lgan Xitoyda yana bir shaharda virus to'lqini ko'tarildi. Bir shaharda butun kishilarni tekshirish qaror qilindi. Xabar qilinishicha, Xitoyning Chengdao shahrida doktorxona bilan munosabatli 9 kishida Wuhan virusi bayqalgan. Voqea yuz bergandan keyin hukumat bu shaharda yashaydigan taxminan 9 million kishini tekshirdiganligini e'lon qilgan. Davlatlik Səhiyyə Komiteti e'lon qilgan bayonotida doiralarning Chengdao shaharlik ko'krak doktorxonasidagi 8 bemor va bir oila kishilarda Wuhan virusi bayqalganligi o'tirg'i qo'yilgan. Bayonotda aytilishicha, butun shahar 5 kun tekshirilgan. Birleşken Devletler Teşkilatı yaqinqi 20 yılda favqulodda havo rayi hodisalari va tabiiy ofatlarning tez suratda oshganligini 4 milliard 200 million kishiga ta'sir qilgan bu ofatlarning dunyo iqtisodiga taxminan 3 trillion dollar ziyon elib kelganligini xabar qildi. Birleşken Devletler Teşkilatı tarafidan xalqaro ofat xavfini azaytish kuni munosabati bilan e'lon qilingan dokladga qaraganda 2000-yildan 2019-yilgacha bo'lgan oralikda 738 cho'ng ofat yuz bergan.
Yaqinqi 20 yilda favqulodda havo rayi hodislari va tabiiy ofatlar tez suratda oshgan bo'lib, 4 milliard 200 million kishiga ta'sir qilgan bu ofatlar 1 million 230 ming kishining o'lishini keltirib chiqargan. Tabiiy ofatning dunyo iqtisodiga elib kelgan ziyoni 2 trillion 900 milliard dollarga yetgan. Dokladga qaraganda yaqinqi 20 yilda kەң-كۆلەملىك kelkun 2 hassa ko'paygan, bo'ron, qurg'oqchilik, o'rmon ofati va favqulodda havo rayi hodislari ko'paygan. Dokladga qaraganda eng ko'p talofatga uchraydigan yer tavrash va dengiz shovqinining soni ko'paygan.